Nogiron va tug'ma nuqsonli bolalarning tug'ilishiga ko'pincha erkaklar aybdor bo'lishadi. Lekin hammamiz ayollarni aybdor qilishga o'rganib qolganmiz. Aslida esa ko'proq erkaklar sababchi bo'ladi tug'ma nuqsonli bolalarning tug'ilishiga. Tug'ma nuqsonlarning kelib chiqishida zararli odatlarning ta'siri juda ham katta. Aroq ichish, sigareta, nos chakish, tabletka va giyohvand moddalarni qabul qilish ham erkaklar orasida keng tarqalgan. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar ham asosan erkaklar orasida uchraydi va ular ko'chadan kasallikni yuqtirib kelib, turmush o'rtog'iga, ya'ni xotiniga yuqtirishadi. Hattoki SPID, ya'ni VIH/AIDS kasalligi ham birinchi marotaba erkaklar orasida uchragan. Ya'ni gomoseksuallar, ya'ni besoqolbozlar orasida keng tarqalgan va aynan o'shalarda uchragan va boshqalarga tarqagan. Ayollar ichmasa, chakmasa, zararli odatlari bo'lmasa, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklari bo'lmasa, lekin bola nogiron tug'ilsa, ona aybdor bo'ladi. Qani bu yerda mantiq? Zararli odatlari bor odam aybdor bo'lish kerakmi yoki umuman zararli odatlari yo'q odam aybdor bo'lish kerakmi? Qani bu yerda mantiq? Logika qayerda? Ko'pchilik oilada bola nogiron tug'iladigan bo'lsa, har doim ona aybdor bo'ladi, ya'ni ayol kishi aybdor bo'ladi va ko'pincha bu oila er va xotin ajrashib ketishadi. Bola nogiron tug'ilganligi sababli er xotinidan ajrab ketadigan bo'lsa, bu uni qo'rqoqligi va aslida erkak emasligini bildiradi.